Nimalarni eslayotganingni ayt menga. Rafiqamni va o'g'limni. Keyinchi. Biz urushda g'alaba qozondik. Uyga qaytishimga yordam ber. Bu xonadon o'z hojasini kutmoqda. Meni tanlashingni istayman. O'ylaymanki, shoh qaytmoqda. Yo'q, u qaytmaydi. Agar u qaytib kelsa-yu, o'z uyida shuncha sovchilarni ko'rsa nima qilgan bo'lardi? Sen hatto tanimagan otangga zo'rsan, bir yig'loqi haromzodaga o'xshab. Xotining va o'g'lingni kim asrayapti? Ko'ryapsanmi? Otam uyga qaytmoqda. O'zi bilan qasos keltirmoqda. Barchaga birdek qasos. Olg'a! Olg'a! Menga bu davradagilarning o'ligi kerak. Men haliyam ularni qutqara olaman. Sen o'z taqdiringni jilolashing kerak. Lekin buni nazorat qila olmaysan. U dunyo allaqachon o'lgan. Hech kim men bilan umidim orasida tura olmaydi. Hatto ma'budlar ham. Bizni tirik saqla.